Salom obunachilar, sizlar bilan men Pixel do'stlar. Bugun videoga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun videoda bizlar o'zimizga kompyuter do'koni ochamiz do'stlar. Ya'ni notebook do'koni degan hisobda keladi do'stlar. Hozirda bizlar sotuvchini olib borishimiz kerak. Boya telefon qilib chaqirib qo'ygan edim do'stlar. Mana bu meni uyim bo'ladi do'stlar. Hozirda bu nimada qishloqda uylar ko'p bo'ladi do'stlar. Hamyonimda hozir menda necha puli bor ekanini ko'ramiz do'stlar. Hozirda meni mashinam avtosalonda turibdi. $6400 bor ekan. Xo'p, endi boramiz. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosinglar, iltimos. Tak do'stlar, hozir chaqirib qo'ygan edim, kelib qolganga o'xshayapti. Hozir boramiz do'stlar. Sizlar kanalimga obuna bo'lib, like bosinglar, iltimos. Tak do'stlar, mana bu yerdan o'tamiz. Hozir qochayotgan bo'lsa uzr so'rayman. Tak. Mana bu yerdan o'tamiz. Mana bu yerdan boramiz. Hozir hop qotdi. Mana kelib qolibdi o'zi ham. Mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni shu do'konni sotib oladigan? Men sotib olaman. Narxi 2100. Uncha pullar arzonroq qilmaysizmi? Yo'q. Bo'ladigani shu. Xo'p, mayli, mana o'zingizga solib beraman, o'zingiz kelib olib ketasiz. Xo'pmi? Deyarli do'stlar, mana bu xonamiz do'kon oldim do'stlar. Hozirda endi bunga eshik nimalar qo'yishimiz kerak. Mana do'stlar, keng ekan, shuningdek bu yerdan telefon kelibdi. Hop, uyimni yoniga qo'yib keting. Hop, qo'ydi do'stlar telefonni. Hozirda Xo'p do'stlar, mana uyimizga ham yaqinlashib qoldik. Shuningdek, hozir boramiz do'stlar. Do'stlar, adashtirib qo'ymadimmi mana buni? Xo'p, bu meni uyim emas-ku. Uyimmi? Mana qishloqda hammaning uyi bir xil. Shuningdek, adashtirib ketgan aniq mana do'stlar, mana. Mana ko'rdinglarmi? Mana bu meni uyim emas do'stlar. Adashtirib ketgan ko'rgir. Shuningdek, hozir uyimizni ko'rsatamiz do'stlar sizlarga. Tak. Hozirda mana bu meni uyim. Mana do'stlar, hozir ichini ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu meni uyim do'stlar. Ko'rdinglarmi? Adashtirib ketgan. Shuningdek, kanalimga obuna bo'linglar do'stlar. Mana bunaqa qiziqarli kontentlar yoki videolar chiqishini xohlasanglar, kanalimga obuna bo'linglar do'stlar. Shuningdek, kontentlar chiqishini xohlab, meni yo'qotib qolmaslik uchun obuna bo'linglar. Mana buni buzib olamiz do'stlar. Buzamiz. Mana hammasini oldik. Endi bizni kompyuter do'konga boramiz do'stlar. Hop. Hozirda do'konga boramiz. Mana bu yerdan o'tib, men avtoservisga borishim kerak edi do'stlar. Hop, keyinroq boramiz. Keyingi qismda boramiz do'stlar, u avtosalonga. Shuningdek, mana bu yerdagi nimaga boramiz. Hozir do'konimizga boramiz. U yerni bezatamiz do'stlar. Mana. Tak do'stlar. Mana keldik do'stlar, zo'r ekan. Mana bu keng yana zo'r bo'ldi. Sotib olganimiz. Hop, mana. Stolni olamiz. Endi mana bu yerga qo'yamiz. 3 tasini qo'yaylik do'stlar. Mana bu yerga bitta qo'yamiz hozir. Bitta 3 ta do'stlar mana bu yerga qo'yamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Do'stlar, mana
Endi mana bu yerga bittadan qo'yib chiqamiz do'stlar. Mana bu yerga qo'yamiz. Do'stlar, bitta, ikkita mana bu yerga ham qo'yamiz. Shuna qo'yib oraveramiz do'stlar. Sizlar kanalimga obuna bo'lib, like bosib ketsangiz men xursand bo'lardim. Tezroq 3500 ta qilaylik do'stlar. Mana bu qiyshiq qo'yilib ketdi. Hozirda mana bu yerga qo'yamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Mana do'stlar, yetdi. Endi mana bu yerlarga keyinroq zakaz qilamiz. Hamma kompyuterimizda, ya'ni notebooklarimizni qo'yib chiqamiz ustiga. Xo'p, mana bu yerga ham qo'yamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Ikkita yetmi qoldi. Mana bu yerda bor ikkita, uchta bor ekan do'stlar. Ortiqchasi bilan nima qilib qo'yibmiz? Xo'p, u 4ta bor ekan. 4ta bor ekan. Xo'p, mana bu yerga ortiqchasi bilan qo'yibmiz do'stlar. Mana bu yerga bittasi nima qilib qoladi? Oshib qoladi do'stlar. Mana bu yerga qo'yamiz. Mana bittasi qolib qo'ydi. Xo'p, mana bu yerga printerimizni qo'yamiz. Birov kelib bizlardan nusxa so'raydi, o'shanda nusxalar beramiz bizlar printer bilan. Xo'p, bu yerga stul qo'yilmayapti nimagadir. Xo'p, mana buni qo'yaylik. Eshik qo'yib qoldi do'stlar. Do'stlar, kontentimiz zo'r bo'lyapti, shuning uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib ketinglar. Xo'p, mana bu yerlarga o'zini stolni qo'yamiz, ya'ni stul o'tirg'ichni qo'yamiz. Mana bu yerga otib yuboramiz, hammasini keyin o'zimiz olamiz qo'limiz bilan. Xo'p, mana bu yerga qo'yamiz, hammasini mana shunaqa qilib do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosib ketsangiz xursand bo'lardim do'stlar. Do'stlar, hozirda men kanalga obuna bo'linglar degan so'zni necha marta gapirganimni kommentariyaga yozib ketinglar. Xo'p, mana bu yerga ham qo'yamiz. Do'stlar, men ko'p notebook oldim. O'tirg'ichlari hamda mana bu nimalari, notebook, nima hamma narsa oqdan do'stlar, oq rangdan oldim. Endi do'stlar, mana bu yetmagan yerlarga o'zimiz nima qilamiz? Keyingi qismlarda zakaz beramiz. Mana bunaqa qilib hammasini ochib chiqamiz. Yopib qoldi. Hammasini ochib chiqamiz mana. Mana. Endi do'stlar, mana buni sotamiz, hammasini sotamiz. Mana. Do'stlar, mana bu kompyuter xonaga o'xshab qoldi, biroq bu kompyuter do'koni do'stlar. Mana buni olib tashlaymiz. Hozirda mana bu yerga qo'yamiz do'stlar. Xo'p. Mana qo'yildi do'stlar. Boya qiyshiq qo'yilgani uchun qo'yilmadi do'stlar. Ortiqcha narsalarimizni boshqa skladga mana nima bo'lganda hop tegmaymiz do'stlar. Boyagi odamniki bo'lishi mumkin, qoldirib ketgani bo'lishi mumkin-da. Ana bu yerdagi garajga tiqib qo'yamiz do'stlar, kerak emas narsalarimizni. Do'stlar, keyingi videoda kerak emas narsalarimizni egasiga qaytarib beramiz. O'rniga mana bunaqa stuldan olamiz do'stlar. Mana bu yerga sandiqni qo'yamiz do'stlar. Sandiqda ichida qo'yamiz. Router kerak bo'ladimi, bilmadim. Hop. Qo'yamiz mana bu yerga. Pulimizni qo'yamiz. Mana bu stulni ham qo'yamiz. Do'stlar, bizlarga router kerak bo'ladi do'stlar. Shuning uchun routerlarni nimaga qo'yapmiz? Do'konimizga qo'yishimiz kerak. Keyin do'stlar, routerdan ko'proq notebookdan ko'proq, keyin esa o'tirg'ichdan ko'proq olib kelamiz, zakaz beramiz do'stlar. Xo'p, mana 3 ta router yetadi degan umiddaman. Birinchisini mana bu yerga qo'yamiz, ikkinchisini men o'tiradigan yerga qo'yamiz, uchinchisini ana yoqdagi mana bu yerga qo'yamiz. Короче, do'stlar, mana zo'r bo'ldi do'stlar. Endi tashqariga chiqamiz do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan bo'lganman Pixelos do'stlar. Bugungi video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib ketsangiz xursand bo'lardim do'stlar. Shuningdek, kanalga obuna bo'linglar.